好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asqad。今天我们要学习的是第4单元的课文向前冲2，对吧？好，那咱们呢这个课文内容里面讲了一些什么东西，还是跟以前一样，先学我们的生词总动员。Avval ham söz bölümümüzde。这一课的生词有点多，sözlüksel çıkgen. Şununla biz bunu ikkiga bölüp öğrenelim啊。我们呢把它一分为2来学。好，birinci sözge qarab baqaylik。产量，产量怎么写的呀？点横点撇横撇。量呢是一个日，然后横 ausdebardal 里外的里，产量。产量那个产的意思呢，在这里指的是产品，也就是 mahsulat deb tushunsak bo'ladi。那量deganimiz miqdor，那产量deganimiz mahsulat miqdori。产量啊 mahsulat miqdori。那 masalan bunun bir cümle tuzib baqsaq, bizim buğdayninki mushu mahsulat miqdori qanchalik desak, 今年麦子的产量是多少？今年麦子的产量是多少 desak bo'ladi。Andan keyin bu yil zavodimizniki mushu mahsulot ishlab chiqarish miqdori nihoyatda yuqori bo'ldi desak, 今年工厂的这个商品产量非常的高。今年工厂商品产量非常的高 desak bo'ladi。产量 mahsulat miqdori。好，那么第2个如何？如呢是一个女，一个口，何呢是一个单人旁，然后一个可，可以的一个可。如何deganimiz qanday。那buni odatda biz shu savol so'ragan vaqtimizda这个ishlatamiz，就是怎么样degan bilan o'xshab qoladi。qandayroq degandek。比如说yaqindan yaqin ahvolingiz qandayroq desak, 你最近情况如何？你最近情况如何 desak bo'ladi。Andan keyin uningki masalan shu turmushinglar qandayroq o'tayotidi, qandaq o'tayotidi degan bo'lsa,你们生活过得如何？生活过得如何 desak bo'ladi。Andan keyin mushu siz bu vazifani qanday o'rindadingiz？ 你是如何完成这个任务的？你是如何完成这个任务的 desak bo'ladi。Uningdan boshqa mushu doim bir ishlatadigan so'z bor, 就是qanday bo'lishdan qat'iy nazar deymiz。那shuni 无论如何 deymiz。qanday bo'lishdan qat'iy nazar， man普通话ni yaxshi o'rganmasam bo'lmaydi。无论如何我也要学好普通话。无论如何我也要学好普通话 desak bo'ladi。keyingi so'z亩产。亩产，亩呢是一个点横，然后一个田。我们在前面学了一个亩，那个亩的读过，就是1亩也、2亩也、1亩地、2亩地，就是这个亩啊。产呢，点横点撇横撇，就是第一个这个产量的产。那么这个亩产其实就是这个亩ninki这个 mahsulat ishlab mahsulat miqdori deb tushunsak bo'ladi。其实亩就是亩bo'lsa产就是它的这个产量。Masalan 1亩yeninki mushu bug'doy degan bo'lsak, 1亩yedan 500 kilo bug'doy chiqyotidi degan bo'lsak, 这个麦子亩产500千克desak bo'ladi。麦子亩产
500千克，那就是bir moyedan manchilik mahsulot chiqdi bo'ladi. 麦子亩产500千克deganday. Uningdan boshqa mushu 5 moyedan qanchalik qo'noq chiqdi degan bo'lsak, 这个5亩地5亩玉米地，5亩玉米地产量是多少？5亩玉米地产量是多少？得说了多，那用的是前面这个her bir modan 1000 kilo chiqdi, 1000 kilo shu ziraat chiqdi degan bo'lsak, 亩产1000千克，亩产1000千克deymiz. 好，亩产deganimiz就是bir moyedan qanchalik mahsulot chiqyotdi demekchi. 好，下面一个呢，比竖提横撇竖弯钩比deganimiz din或者是tin yoki bo'lmasa这个 selishtirish deb tushunsak bo'ladi. din tin yoki selishtirish. Masalan, men senden egiz desam, 我比你高，我比你高. 那比 degan bu so'zni odatda ishlatgan vaqtimizda b'din mundaq deb keyingi uchun sifat ekilamiz. b'din mundaq deb keyiniga nima ekilamiz? Sifat ekilamiz. Men senden semiz degan bo'lsam, 我比你胖，我比你胖. Agarda 就是说 azroqmi, jiqroqmi yo 3 kilomi, 就是 sonmi keyiniga yana shu to'liqlab ekilgan bo'lsa, uni sifatdan keyiniga qo'yamiz. Bu degani Uyg'urchada uchun mundaq deydi. Masalan, men sendan 3 kilo semiz bo'lsa, men sendan deb 我比你 deb 3 kilo semiz deb 3 kiloni avval deydi, ondan semiz deydi. 但是在汉语里面，它的这个语法顺序应该是怎么样的啊？我比你胖3公斤，我比你胖3公斤，那就是3公斤这些形容词要把它放这些数量词san miqdar sözlerini 要放到什么呀？要放到这个形容词的后面去。这些数量词要放到形容词的后面去。你不能 ben senden 3 kilo semiz deb Uyg'urcha bilan o'xshash qilib 我比你3公斤胖 desak bo'lmaydi. 我比你胖3公斤 deyishimiz kerak. 那再比如说 ben sizdan 2 yosh cho'ng degan bo'lsak, 我比你2岁大 desak bo'lmaydi. 我比你大2岁，我比你大2岁. 那 men sizdan ozroq egiz degan bo'lsa, bu ozroq 我比你高一点儿，你不能我比你一点高我比你高一点儿 deyishimiz kerak. 好，这个呢是比。下面一个核桃，一个木。然后后面是孩子的孩的一半是吧？点横撇折撇点。那桃呢是一个木，然后撇点提，然后竖弯钩撇点。这个核桃deganimiz yang'oqni ko'p yeb bersak miyamizga foydali desak, 多吃核桃对大脑有好处，多吃核桃对大脑有好处。好，下面一个呢，行情，一个双人旁，然后横横竖钩，就是那个行不行的一个行，呀，那银行的一个行，是吧？情呢，一个竖心旁，横横竖横，竖横折钩，横横。行情的一个呢，就是bazar ahvali。那比如说，比如说
bu xil mahsulotninki mushu bozor ahvoli qandaroq desak,这种产品的行情怎么样？这种产品的行情怎么样？desak bo'ladi.行情 bozor ahvoli. Bu yil Chilanninki bozor ahvoli toza yaxshi emas desak, 今年红枣的行情不太好。今年红枣的行情不太好。desak bo'ladi. 下面一个如果一个女一个口，然后果呢竖横折横横横竖撇捺。如果deganimiz agar menda 1 million pul bo'lsa, men bir uy sotib oldim desak, 如果我有100万，我就买一套房子。如果我有100万，我就买一套房子。desak bo'ladi. 如果deganimiz agar, ya'ni bu agar nim bo'lib qoldi desak, paras. Demak bu ish yuz bermadi degan gap. 如果 agar sen meningki shartimga qo'shilmasang, men sana yordam qilolmayman. 那如果你不答应我的条件，那我帮不了你。如果你不答应我的条件，那我帮不了你。desak bo'ladi. 这个呢是如果。下面一个呢，果园竖横折横横横竖撇捺。圆呢竖横折钩，给了是个1元2元的元，然后再分口啊。果园deganimiz就是mevli bog。那上一次这个我记得我们在学这个花园的时候，我讲过啊，这个 güllükni nima deymiz? 花园 deymiz. 那 köktatlıkni 菜园 deymiz. 那 mevli bog'ni 果园 deymiz. 比如说 bizning uyning bir cho'ng mevli bog'i bor. U bog'ning ichida har xil yangi mevalar bor desak, 我们家有一块很大的果园，果园里种了很多果树。我们家有一块果园，果园里种了很多果树。desak bo'ladi. Andan men har kuni tushda mevali bog'ning ichiga kirib, aram elib, mevalarni ilib yeyman desak, 每天中午我会去果园休息一会儿，然后呢再吃一点水果。每天中午我都会去果园休息一会儿，再吃一点水果。desak bo'ladi. 果园知道了吗？致富，致横撇折点，然后一个土一个反文。富呢是一个宝盖头，一个横一个口，下面是一个田啊。致富deganimiz bema deb tushunsak bo'ladi. 那bu beshninki yaxshi amal ekan desak, 这是致富的好办法。这是致富的好办法。desak bo'ladi. Anandan keyin sizning beyig'ingiz bormi? Men sizga yordam qila olayman. 你想致富吗？我能帮助你。你想致富吗？我能帮助你。Beshniki faqat bir yo'li bor, u bo'lsa tirishish. 致富只有一条路，那就是努力。致富只有一条路，那就是努力。degandaga. 好，下面一个呢，栽，横竖横，然后一个木，然后一个斜钩撇点。栽呢是tikmek deb tushunsak bo'ladi. Odatda masalan gul tikish, zay hoa, daraxt tikish, zay shu. 4-nji ayda biz 34 daraxt tikdik. 4月份我们栽了30棵树。4月份我们栽了30棵树。desak bo'ladi.
Men azaldan daraxt tikib bakmagan desek,我从来没有栽过树。我从来没有栽过树 desek bo'ladi. Bu meyvelik daraxtni biz tikkan desek, 这些果树是我们栽的。这些果树是我们栽的 desek bo'ladi. 下面一个呢，鸡，一个鼬，一个鸟，撇横折钩，点竖折折钩，横凹鸡。你摸托虎啊。这个미기한이母鸡deydi, 호라즈니公鸡deymiz. 那bizning uyda 10 to'xu bor, 或者说 biz 10 to'xu boqdik desek, 我们家养了10只鸡。我们家养了10只鸡deymiz. Men to'xu go'shti yeyishga amroq desek, 我喜欢吃鸡肉。我喜欢吃鸡肉。Mening to'xu bachqi yegim kelyapti. 我想吃鸡腿。我想吃鸡腿 desek bo'ladi. 鸡to'xuning odatda biz mushu sirtda doim yeydigan to'xu bachqini 鸡腿, to'xuning qanotini 鸡翅 deymiz. 下面一个呢，鸭，竖横折横横竖，然后一个鸟。鸭deganimiz ördek, 或者说ördek是吧？那bu ördek pek umakken, 这只鸭子太可爱了。这只鸭子太可爱了。Onun minişi ördekке o'xshaydigan desek, 它走路像鸭子。它走路像鸭子。Men ördek go'shti yeb bakmagan, 我没有吃过鸭肉。我没有吃过鸭肉 desek bo'ladi. Birdan-birdan go'shti o'si什么什么肉 deymiz. 牛肉、鸭肉、马肉、鸡肉 deganga o'xshasa. 好，下面一个呢，套种，横撇捺，横竖横横横，然后下面呢是撇折点，种撇横竖撇点，然后一个中国的中。套种deganimiz kirishtirib terma， 那就是说buni terib uni terib tang bir-birsiga kirishtirib tergan bo'lsa uni biz 套种 deymiz. 比如说 bu yerga men qo'noq terdim ham ozroq bidamo kirishtirib terib qo'ydim degan bo'lsam, 这块地里我种了玉米，又套种了一些苜蓿。这块地里我种了玉米，又套种了一些苜蓿。Andan keyin yana maslanga men bug'doyliqimga yana kirishtirib ozroq gazir tikib qo'ydim, terib qo'ydim desak, 我在麦地里套种了一些葵花。我在麦地里套种了一些葵花 desak bo'ladi. 好，这个呢是套种。下面一个苜蓿，一个草字头，一个目，眼睛的目啊。须呢，一个草字头，然后撇下面是一个宿舍的一个宿，点撇横钩，撇竖一个单人旁啊，一个100、200的百，苜蓿 bide。men苜蓿bide jursiga bek amroq desek， 我特别喜欢吃苜蓿饺子。我特别喜欢吃苜蓿饺子 desek bo'ladi. Andan keyin biz ozroq bide terib kelib say qo'rib yemdik desek, 我们去摘一些苜蓿回来炒菜吃吧。我们去摘一些苜蓿回来炒菜吃吧 desek bo'ladi. 苜蓿 bide。下面蔬菜
横竖竖，然后就是一个草字头，横撇竖横竖提，然后点横撇折点撇竖竖弯钩。菜呢就是菜的一个菜是吧？一个草字头撇点点撇横竖撇捺。蔬菜deganimiz ko'ktat. Bizningki ma'rining oldida say ko'ktatxonadan nechtisi bor desak, 我们院子前面有好几家蔬菜店。我们院子前面有好几家蔬菜店。desak bo'ladi. Andan keyin men bir say ko'ktat do'koni ichib oldim desak, 我开了一家蔬菜店。我开了一家蔬菜店。嘛我 ko'ktatni jiqyab bering, erkakni jiqib bering degan bo'lsak, 多吃蔬菜，多运动。多吃蔬菜，多运动。desak bo'ladi. 下面不但横撇竖点但一个单人旁一个日下面一个横。不但deganimiz 就是la qolmasdan， 那就是 mundaqlam qolmasdan degandek。比如说我不但会开车。Men mashinani haydayalab qolmasdan 我不但会开车，还会开火车。Yani poyezd haydayalayman。我不但会开汽车的，我不但会开汽车，还会开火车。我不但会开汽车，还会开火车。desak bo'ladi. 我们的新疆不但大，而且美。bizning Xinjiang cho'ng bo'lib qolmasdan, ya'ni güzel。我们的新疆不但大，而且美。desak bo'ladi. 下面呢，而且hozir mushu不但而且dedim bu,而且shu, 而且横撇竖横折钩竖竖，且呢竖横折横横横。而且那 belki 或者说belki desek mi buldu? Onun üstüge desek mi buldu? 比如说不但bilan 而且呢doim birleştirildi， 就像我们刚才那个句子。我们还可以说bizning davlatimizningki iqtisodilam emas, hamma taraflari nihoyatda tez suratda taraqqiyotida desak, 我们国家不但经济发展速度快，而且其他各个方面发展速度都很快。我们国家不但经济发展速度快，而且其他各个方面发展速度都很快。desak bo'ladi. Undan boshqa masalan而且ning shu o'zini yolg'iz ilib ishlatgan vaqtimizda, masalan buni biz bayonladik, balki dedik-ku, 他很善良，而且优秀。u nihoyatda oq ko'ngil, uning ustiga qanday deymiz, 优秀的bir o'rgangan tuqu a'lo, munavvar. u nihoyatda oq ko'ngil, uning ustiga munavvar desak, 那就是他非常的好了啊。那 o'zi kelishgan ham puli bor desak, 他很帅，而且还有钱。他很帅，而且还有钱。desak bo'ladi. 好，那下面一个呢，其余横竖竖横横横两个点，余呢撇捺横横竖钩撇点。其余deganimiz就是qolganlari boshqalari degandek. Masalan bu narsalarni men aytay, qolganlarini siz ayting bo'lsa, 这些东西我带走，其余的你拿走吧。
这些东西我带走，其余的你拿走吧。여기 보면서你带走吧。这么不的有的多啊，两个都可以。那其余matematik topshiriqimni ishlab bo'ldim. Qolganlarini texi ishlamadim bo'lsa, 数学作业做完了，其余的还没有做。数学作业做完了，其余的还没有做。这个呢是其余。那tundigen sana 2 ming ko'y pul bergandim. 500 ko'yni qo'shiltibsa, qolgani qana desam, 昨天给了你2000块钱，500块钱你用了，其余的呢？500块钱你用了，其余的呢？好，那咱们再讲这个最后一个啊，价钱，价钱，一个单人旁，然后撇捺撇竖，钱呢就是谱的一个钱是吧？撇横横横，然后竖提横横，斜勾撇点，价钱这个呢bahası啊baha。比如说bu kiyimninki bahası qandarak desek， 这件衣服价钱是多少？这件衣服价钱是多少？desek buludu. Andan keyin u mashinninki bahası bek yuqurgan desek， 那辆车价钱太高了，那辆车价钱太高了。desek buludu. 那价钱呢mushbaha degan vaqtimizda就价格desek mi buludu, 价钱desek mi buludu. 那么 odatda biz eg'iz tilida yana qancha pul deb so'ragan vaqtimizda 多少钱了 deymiz. 比如说这辆车多少钱，这件衣服多少钱，1公斤苹果多少钱 desek buludu. hamda 价钱是多少，价格是多少 deb so'rasak mi buludu. 这个呢我们在这个第一册的时候已经学过一遍了，对吧？好，那好，这是我们刚才说这是我们最后一个了，是吧？那么接下来呢跟老师一起读一下产量，产量如何亩产，亩产比核桃，核桃行情，行情如果，果园，果园致富，致富栽，栽鸡，鸡鸭，鸭套种，套种苜蓿，苜蓿蔬菜，蔬菜不但，不但而且，而且其余，其余价钱，价钱。好，那今天我们的作业呢是每一个生词抄2行，选择其中的10个造句。那希望同学们按时完成作业啊！我们下一期再见。